Flotatsiya jarayonida ishlatiladigan flotar reagentlar. Flotar reagentlar o'zi nima? Flotar reagentlar bu flotatsiya jarayonini samaradorligini oshiradigan, ya'ni foydali qazilma tarkibidagi qimmatbaho minerallarni boyitmaga ajratib o'tishiga ta'sir ko'rsatadigan kimyoviy aktiv moddalar. Flotar reagentlarni turli vazifalari bor. Minerallar yuzasini xususiyatini o'zgartiradi. Kerakli minerallarni flotatsiyalanishini kuchaytirsa, ba'zi bir minerallarni flotatsiyalanish xossasini kamaytiradi. O'sha xususiyatiga ko'ra flotar reagentlar asosiy mana bu 5 guruhga bo'linadi. To'plovchi reagentlar, ko'pik hosil qiluvchi reagentlar, muhitni hosil qiluvchi reagentlar, faollashtiruvchilar, so'ndiruvchilar. Ya'ni nega bunaqa turlarga bo'lingan? Sababi to'plovchi reagent shunday kimyoviy aktiv moddaki, flotatsiya jarayoniga qo'shilganda o'sha biz uchun foydali bo'lgan minerallarni to'playdi. Ya'ni ularning yuzasini qoplab olib, gidrofil xossasidan gidrofob xossasiga o'zgartiradi minerallarni. To'plovchi reagent. Muhitni sozlovchi reagent esa mana shu flotatsiya jarayonini to'g'ri borishi uchun kerakli muhitni yaratib beradi. Muhitlar 3 turga bo'linadi: kislotali, neytral, ishqoriy. Ko'pik hosil qiluvchi reagent mana shu flotablokka havo berganda uni aralashtirish hosil bo'lgan pufaklarni mustahkamligini ta'minlaydi, yorilib ketishini oldini oladi. So'ndiruvchi reagentlar o'sha boyitmagan va o'tishi kerak bo'lmagan foydasiz minerallarni so'ndiradi, cho'ktiradi. Faollashtiruvchi reagent mana shu kerakli foydali minerallar yuzasini qoplab, uni flotatsiyalanish xossasini oshiradi. Ya'ni har bir reagentni o'z vazifasi mavjud. O'shanga asoslanib to'plovchi reagent, hosil qiluvchi reagent, muhitni sozlovchi reagent, so'ndiruvchi reagent, faollashtiruvchi reagent. Bu reagentlarni har biri bo'yicha alohida video ma'lumot tayyorlaymiz.